Boshqa trenajyorlarda bizni bu o'zimizning Go'zalim trenajyorda beradigan texnikali yo'q bo'lgani uchun ham ularda natija почти yo'q. Bo'lmaydi desa ham bo'ladi. Nimaga? Birinchidan, ularning mashqlari yo'q umuman birgalashib qilinadigan. Ikkinchidan, ularning ichida sizni holatingizga mos tushib beriladigan mashqlar tartibi yo'q umuman. Uchinchidan, unda hech qanaqa texnika yo'q. Ko'pchiligini prosta qinga tiqib olish kerak deb tushunishadi. U qinga kirgandan keyin agar un bilan birga mashq qilmaydigan bo'lsangiz, вообще foydasi yo'q umuman. Bir tiyinga qimmat bo'lib, anta yotadi uyingizda. Bu Go'zalim trenajyorni olganingizdan keyin biz sizga mashqlarni beramiz, texnikalarni o'rgatamiz, hammasi bu bilan qilinadigan narsalar o'rganiladi. Ya'ni bu uyingizda tursiz, sirazi bilasiz va uni olaman, mashqini qilaman. Esladingiz, sirazi mashqlarni qilib ketasiz. Umuman problema bo'lmaydi va eng zo'r qinni toraytiradigan bugungi kunda eng zo'r iPhone 17 Pro Max dek zo'r bo'lgan trenajyor aynan Go'zalim.